Merhaba arkadaşlar. Bugünden başlap İstanbul Yabancılar için Türkçe ders kitabı A1 derece derslerini boshlaymiz. Darslarni men Jahongir Xo'ja olib boraman. Tayyor bo'lsak, darslarni boshladik. Kitobimiz haqida to'xtalib o'tsam, kitobimiz 6 ta bo'limdan iborat bo'ladi. Har bir bo'limni bundan tashqari, ya'ni 6 tadan tashqari har bir bo'limning ichida 3 tadan A, B va C bo'limlari bo'ladi. Bularni har bittasiga to'xtalib, har bir mavzuni va mashqlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi unitimizni boshladik. Birinchi unitda biz nimalarni o'rganamiz? Bajarilar, ya'ni nimalarni olamiz biz bu bo'limdan? Tanishma, dilaklar, kishi va nesnelarni tanima. Ya'ni tanishuv, tilaklar, kishi va narsalarni tanishni o'rganar ekanmiz. Dil belgisi. Dil belgisi grammatik qismimiz hisoblanadi. Grammatik qismimizda demak turk alfabeti, turk alifbosi, bu, shu, o, kim, ne, cho'liki, so'rovki, burasi neresi mavzularini ko'rib chiqar ekanmiz. Kelimalar qismida esa sinf, maslaklar, ev mavzularini ko'rar ekanmiz. Merhaba. Demak, turkchada merhaba deb salomlashuv odati, ya'ni merhaba deb salomlashamiz turkchada. Boya aytib o'tganimdek, demak, birinchi unitni A bo'limini boshlaymiz. Bu bo'limda tanishma, salomlashma, dilaklar mavzularini ko'ramiz. Notimizga to'xtalib o'tsak, bu yerda berilgan. Merhaba. Bu turkchada salom degani va odatiy salomlashuvda biz bu so'zni ishlatamiz. Keyingisi esa günaydın. Günaydın bu erta tong, ya'ni xayrli tong degani o'zbek tiliga tarjima qilinganda. Bu erta tongda aytiladi. Nasılsın? Qandaysan degani. İyiyim, yaxshiman. Nerelisin? Qayerlisan? Hoşça kal. Xayr. Güle güle. Bu ham xayr. Memnun oldum. Mamnun bo'ldim. Teşekkür ederim. Rahmat ma'nolarida ishlatiladi bu so'zlar. Hop, bu yerda esa bizga qisqacha dialog berib o'tiladi. Senin adın ne? Yani senin isming nima? Benim adım Ali. Mening ismim Ali. Nasılsın? Qandaysan? Teşekkür ederim, iyiyim. Rahmat, yaxshiman. Nerelisin? Qayerlisan? Japonyalıyım. Yaponyalıyman. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Xursand bo'ldim. Men ham xursand bo'ldim. Hoşça kal. Yaxshi qol, güle güle. Xayr. Hop, ko'rib turganingizdek, bu yerda biz kundalik ishlatiladigan tanishuv dialogini ko'rib chiqqan bo'ldik. Keyingisida hozirlik çalışmasida bizga mana shu mavzu bo'yicha hozir aytgan lug'atlarimizni bizga tushuntirib beryapti. Takrorlab o'taman. Merhaba, salomlashuv, salom degani günaydın, xayrli tong, iyi günler kun davomida aytiladi. Xayrli kunlar, xayrli kun deb kun davomida ishlatiladi. Bizda ham bor, ammo biz odatda ishlatmaymiz. Hoş geldin, xush kelibsan. İyi akşamlar, oqshom payti ishlatiladi. Xayrli oqshom degani. Hoşça kal demak xayr ma'nosida ishlatilar ekan. Hop, bu yerda esa o'qima qismimiz bor. O'qima qismida dialoglar berilgan. Xuddiki mana bu yerda o'qib berilgan dialoglarim sizlarga bu yerda berilgan. Demak, 4 ta, 6 ta, 8 ta dialogdan iborat. Mana shu dialoglarni o'zingiz o'qib mustahkamlashingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Birinchi mashqimizda siz mana shu dialoglarni o'qib bo'lgandan keyin mana bu dialogni, berilgan dialogni tartiblashingiz kerak. Bu dialog o'rni almashgan holatda berilgan bizga. Siz buni tartiblab chiqishingiz kerak. Misol uchun, mana bu yerga bir raqamini qo'yibdi. Umid. Merhaba, benim adım Umid. Senin adın ne? Yani salom, mening ismim Umid. Sening isming nima? Bu birinchisi. Endi ikkinchisi qaysi bo'ladi? Topaylikchi. İkincisi ham albatta merhaba, benim adım Aslı bo'lib turib, ikkinchisini qo'yib, keyin davom etiladi. Davom etamiz, shu yergacha tushunarli bo'lsa. Keyingi ikkinchi mashqda bizga aytilganki,
aşağıdaki ifodaları eşleştirelim. Ya'ni berilgan ifodalarni bir-biri bilan juftlashtiramiz deyilgan. Misol uchun birinchisi görüşmek üzere chizib, görüşürüzga chizilgan. Bu ikkalasi bir xil ma'noda ishlatiladi. Görüşmek üzere ko'rishguncha, görüşürüz ham ko'rishguncha ma'nosida ishlatiladi. Keyingisini topaylikchi. Merhaba. Qaysi biriga chizamiz merhabani? Albatta merhabaga chizamiz, ya'ni salom, salom degani. Uchinchi mashqimizda biz nuqtalar o'rniga dialogni davom ettirib yozishimiz kerak. Misol uchun Timo javob beribdi, "İyi akşamlar" deb javob beribdi. Demak, Ayşe unga nima degan? Tabiiyki, Ayşe ham "İyi akşamlar" deb javob bergan. Keyingisi 4-mashqimizda mana bu berilgan rasmlarni yondagi berilgan so'zlarni oldidagi qauslar ichiga joylashtiramiz ishlatilish ma'nosiga qarab. Misol uchun birinchi so'zimiz afiyat olsun. Afiyat olsunni biz qayerda ishlatamiz? Albatta, afiyat olsunni yemek, ya'ni ovqatlar dasturxonga tortilayotgan paytda osh bo'lsin ma'nosida ishlatamiz. Shunda bu birinchisiga qaysi rasm tushadi? Albatta 8-rasmni afiyat olsun yonidagi qavs ichiga joylashtiramiz. Bu mashqimiz xuddi shunaqa shaklda davom etamiz. 5-mashq ham xuddi shunaqa. Anneler günü, hastalık, bayram, düğün, doğum günü, yeni yil so'zlar berilgan, rasmlarni so'zlarga moslashtirib joylab chiqamiz. 6-rasmda ham xuddi shunaqa. Benim adım Albert Einstein. Ben Almanyalıyım ve Almanım. Qaysi rasmga tushadi bu? Albatta 3-rasmga tushar ekan. Davom etamiz. Dinleme bo'limlarimizni kanalimizdagi link orqali kitobni dinlamasini topib bajarishingiz mumkin bo'ladi. Yozma qismimizda esa mana bu savollarga javob berib, o'zimiz haqimizda yozishimiz kerak. Senin adın ne? Nasılsın? Nerelisin? Memnun oldum. Shu savollarga javob berib, gaplar tuzamiz o'zimiz haqimizda. Birinchi bo'limimizni B qismiga o'tdik. B qismimizda demak alfabe, dil belgisi, grammatika qismimizda turkchada ya'ni turk alfabesi mavzusini ko'rib chiqamiz. Birinchi unitni B qismida. Boshladik. Demak, turkchada 29 harf vardır. Ya'ni turkchada 29 ta harf bor. Bunların 8i unli harf, 21i unsiz harfdir. Ya'ni 29 ta harfdan 8 tasi unli harf va 21 tasi undosh harf ekan. Harflarimiz mana bular quyidagicha. O'zbek alifbosi bilan deyarli bir xil, faqat ba'zi istisnolar bor. Istisnolarga to'xtalib ketaman. Xo'p, mana bu jadvalga qarasak, harflarin o'qilishi deb bizga turk tilidagi turk alifbosidagi harflarni o'qilishini bergan. Harflarni o'qiymiz birgalikda. A, B, C. C ga to'xtaldim. Xo'p, rus tilidagi S harfi demak turk tilida C deb talaffuz qilinadi. C harfini pastida ilmog'i bor bo'lgan harf esa navbatdagisi Ç harfi, ya'ni Ç deb talaffuz qilinadi. D, E, F, G, yumshoq G. Yumshoq G'ni yuqorisida mana bunaqa belgisi bo'ladi. Alfabetda ko'rishimiz mumkin. Yumshoq G deb mana shu harfga aytiladi. Yumshoq G'ni talaffuzini so'zlar orqali ifodalab o'rganib ketamiz. Payti kelganda aytaman. Keyingisi H va H dan keyingi nuqtasi yo'q I harfimiz. Mana bu yerda nuqtasi bor. I o'zbek tilidagi bilan bir xil, ingichka I deb talaffuz qilinadi. Endi I harfining nuqtasi yo'g'i I deb talaffuz qilinadi. Bu ko'proq rus tilidagi I harfiga o'xshab ketadi. Demak, buni qalin talaffuz qilar ekanmiz. I deb talaffuz qilamiz. Davom etamiz. O'zbek tilidagi J harfi turk tilida J deb talaffuz qilinadi. Jurnaldagi J, ya'ni bu yerda J deb aytilgan. K, L, M, N, O. O'ning yuqorisida ikkita nuqtasi, bu ikkita nuqta turgan harf bu Ö harfi hisoblanadi. O'zbek tilidagi Ö harfi singari.
P, R, S, Ş, T, U va U harfini yuqorisida ikkita nuqta tursa, bu U harfi bo'ladi. Bu harfni talaffuz qilish uchun biz lablarimizni oldinga chiqarib, yumaloq holatga keltirib, U deb havo puflaymiz va bu harf hosil bo'ladi. U deb talaffuz qilamiz. Keyingisi V, Y, Z. Mana arkadaşlar, alifboni ham ko'rib chiqdik. Endi mana bu jadvalda, o'rtadagi jadvalda harflar unsizlar va unlilarga ajratilgan. Ya'ni undoshlar va unlilar. Bitta narsani yodda tutishimiz kerakki, turk tilida unlilar ikki qismga bo'linadi. Qalin unlilar A, I, O, U va ince unlilar E, I, Ö, Ü. Bu narsani albatta yodimizda tutishimiz kerak. Chunki turk tilida qo'shimchalar aynan mana shu qalin va ince unlilar ishtirokiga qarab turib qo'shimchalarni qo'shishimiz o'zgarishi mumkin. Buni darslar davomida aytib o'tamiz. Sizlar hozir buni yod olsangiz bo'ldi. Davom etamiz. Alifbodan keyin demak birinchi mashqimiz aşağıdaki bo'shliqlari sırasıyla harflarla dolduralım. Mana shu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, aşağıdaki deb turib o'qidim. Bu yerda A va I ni orasida yumshoq G harfi keldi. Bu joyda G harfi 100% bo'lsa, G harfini dimog'imda aytib o'tib ketdim, 70-60% chiqdi xolos. E'tibor berib turing. Aşağıdaki deyarli sezilmaydi. Xo'p, bu mashqimizda demak alfabetni ketma-ketlik bilan yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. İkinci mashqimizda adımızın harflerini söyleyelim ve yazalım. Ya'ni ismimizning harflarini yozib birma-bir aytib chiqar ekanmiz. Uchinchi mashqimizda aşağıdaki bo'shliqlara yeni kelimeler yazalım. Ya'ni bu yerda bizga A har bir harf bilan boshlangan so'z bergan, ya'ni aynan o'sha harf bilan boshlangan so'zni bergan. Biz nuqtalar o'rniga yana xuddi shunaqa harf bilan boshlangan so'z yozamiz. Misol uchun birinchisida A, arkadash deb yozibdi. Biz nuqtalar o'rniga nima deyishimiz mumkin? A harfi bilan boshlangan so'z. Misol uchun araba. Xuddi shu kabi to'ldirib chiqamiz. To'rtinchi mashqimizda so'z o'yini qilib bergan, ya'ni kalem, masa misol uchun so'zlarni mana bu rasmda keltirilgan narsalarning nomini aralashtirib bergan harflarini biz bulardan to'g'rilarini yasashimiz kerak. Misol uchun birinchisini aytdim, kalem bo'ladi to'g'risi. Keyingisi masa bo'ladi. Xuddi shunga o'xshatib qolganlarini davom ettiramiz. Dinlama qismimizni boya ham aytib o'tdim. Link orqali dinlamani topib yozishimiz mumkin. Audioni eshitamiz va nuqtalarni to'ldirib chiqamiz. Va birinchi bo'limni oxirgi qismiga yetib keldik. C qismi. Bu qismimizda demak bu ne, o kim mavzusini o'tar ekanmiz. Bu ne degani bu nima, o kim, u kim. Demak bu nima va u kim so'roqlariga javob berishni o'rganar ekanmiz.